Futbolchi kiyinish xonasiga kelganida birinchi qiladigan ishi telefonini qo'liga oladi. Keyin murabbiy, "Xo'p, xabarlarga javob berma, o'yindan keyin javob berasan" deydi. Ular maydonga chiqishdan oldin oxirgi motivatsiyaga muhtoj bo'ladi. Lekin ular Instagramga post qo'yish kerak va butun hayotingizni ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirib borish bugungi kundagi aktual muammo. Biz ilgari mashg'ulotlarga avtobusda 1 soatda stadionga borardik va telefonlarimizga umuman tegmasdik. Ammo bugungi kunda murabbiy sifatida siz hech narsa qila olmaysiz. 15 yil o'ynagan buyuk o'yinchi, masalan, Ricardo va hozirgi futbolchilar o'rtasidagi farq nimada? U nima uchun buyuk sportchi, nima uchun buyuk o'yinchi edi? Nima uchun? 15 yil davomida uning faoliyati juda yuqori darajada bo'lgan. Hozirgi sportchilarning hayoti chalg'ituvchi narsalarga to'la. Ular buyuk o'yinchi bo'lishni istasalar 1 yil emas, 15 yil davomida o'z onglarini nazorat qilishlari kerak. O'yinchining faoliyatini uzoq deb o'ylaymiz, lekin ularning faoliyati hozirgi davrga kelib juda qisqa bo'lib qoldi. O'sha 10-15 yil uning hayotidagi hal qiluvchi yillar hisoblanadi. Bu davrda futbolchi juda e'tiborli bo'lishi, o'zi bajarayotgan ishida eng zo'ri bo'lishi lozim.